O'nlab kitoblar yozyapman, tijorat qilyapman. Tijoratim shu qadarki, karvonlarim dunyoning 4 tomoniga borib keladi. Meni bir xayol ba'zan qiynab qo'yadi. Kitoblarim va savdo ilmim kelajak avlodga bus-butun yetib borarmikin? Ular ajdodlarining tijoriy sirlarini o'rganib, ulardan-da kuchliroq bo'larmikin? Yo boshqalar o'sib ketadimi? Agar dunyoda boshqa dindagilar musulmonlardan boyib ketsa, islom dini ayovsiz zulm va taqiqlar ostida qolish aniq. Ishqilib, avlodlarimiz din ulamolari adashtirib qo'ymasa bo'ldi. Chunki ba'zi imomlar boylikni noto'g'ri talqin qilish orqali odamlar o'zgalar qo'liga qarab qolishi mumkin. Ular aslida ummatni ikki dunyo uchun ham qattiq harakat qilishga chaqirsa yaxshi bo'lardi. Nega birdan bu haqida gapirib qolding deb birdan savol berib yuboribman gapini bo'lib. U bir to'xtab gapida davom etdi. Bir hafta oldin shaharga borgandim. Juma ma'ruzasini tingladim. Imom ko'pchilik oldidagi qattiq xato qildi. U boylikni ayovsiz tanqid qildi. Boylarni jannatga kirmaydi, kirsa ham eng oxirida kiradi dedi. Boylarning hisob-kitoblari juda katta bo'lishini aytib, odamlarni qo'rqitdi. Faqat ibodat qilish haqida gapirdi. U bilmaydiki, halol tirikchilik qilgan, to'g'ri tijorat yuritayotganlar ham ibodatda aslida. Faqat oxirat uchun harakat qilish kerak, deyildi. U yerda Abdusalom, agar shunaqa imomlar ko'payib ketsa, islom olami kambag'allashib qoladi. Oqibatda riboxo'rlar o'z ishini kattalashtirib yuboradi. Boshqa dindagilar kuchayib musulmonlarni ezadi.